Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda shu chet elda o'qishga bo'lgan mana shu mashhur bo'lgan davlatlar Yevropa, Angliya, Amerika, Kanada, Avstraliyalar bo'yicha bizani video qilib chiqdik. Shu videoda biza mana shu qanaqa universitet tanlash, nima dokument kerak va bosqichma-bosqich protsessda qanaqa jarayon bo'lishini men tushuntirib o'taman. Hammasi qisqa bo'ladi va keyingi videolarimizni ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Har bitta davlatga ko'proq vaqt ajratib mana shu davlat to'g'risida nima kerak emas, mana shularni to'g'risida aytib o'tishga harakat qilaman. Birinchidan boshlasak, shu Yevropada o'qishlar minimum 2,5-3 mingdan boshlab yevroda 15 ming, 20 ming yevrogacha boradi. Bu Yevropa deganimda shu Latviya, Litvadan boshlab to Germaniya, Finlandiya, Buyuk Britaniya bo'yicha bo'lib ketadigan davlatlar. Latviya, Litvalarda shu 3 ming yevro o'rtacha boshlanib, ularga shu dokumentlar kerak bo'ladigan narsa bu qizil rangli pasport, IELTS, PT, Duolingo olishadi va undan tashqari shu vizaga tegishli keyingi dokumentlarni keyingi videoda ko'proq qilib ro'yxat qilib tashlab ko'rsatib beraman. Misol olaylik, Germaniyada narxlari taxminan 8 ming, 7,5 ming yevrodan boshlab o'qish boshlanadi. Lekin Germaniyada shu Blockshot degan narsa bor. Blockshot faqatgina Germaniyada emas, Shvetsiya, Norvegiyada ham bor. Germaniyada Blockshot bu 12 ming yevro qo'yiladi. 12 ming yevroni mingdan yechib olinadi har oy 12 oyda. 1 yilga bu birinchi marta kelayotgan talabalar qo'yish majburiy narsa hisoblanadi. Faqatgina agarga qarindoshingiz bo'lsa Germaniyada sizga garant bo'lib turib beradigan bo'lsa, o'sha paytda sizga kerak bo'lmaydi, lekin u ham 6 oy, 5 oy o'sha dokument qilishiga vaqt ketadi. Angliyaga keladigan bo'lsak, u yerda o'qishlar taxminan 12 ming pounddan boshlab 16 ming, 20 ming, 30 ming poundlar ham bor. Bu siz o'sha xohlagan davlatingizga narxlar o'zgaradi, baribir ham sohasiga qarab. Misoli, biznes, IT bo'ladigan bo'lsa, u yerda raqobat ko'p, narxlar ham arzon bo'ladi. Lekin meditsina yoki injeneriya yoki arxitektura bo'yicha oladigan bo'lsa, ular narxlari o'zgarish boshlanadi, qimmatlashish boshlanadi. Keling, hozir endi Shimoliy Amerika to'g'risida ko'raylik. Shimoliy Amerikada shu misoli Kanada, Amerikalar hammaga yoqqan davlat, hamma o'ylaydi borib o'tdi, zo'r bo'lib ketaman deb. Bu to'g'ri, hamma o'zi dunyo bo'yicha top 1da turadigan davlat bu Amerika hisoblanadi. Lekin baribir ham bilib qo'yishingiz kerak, viza paytida sal qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Chunki viza ofitser u siz suhbat jarayonida o'zi ko'rib aytib approve yoki disapprove qilishga anaqa qiladigan odam. Amerikada o'qishlar shu taxminan 15 ming, 20 minglik o'qishlar ham bor, 30-40 minglik o'qishlar ham bor. Topoviyni ko'raman siz, endi topoviga topshirganda ham hammaga ham grant bermaydi. Lekin taxminan shu 30 ming, 40 minglardan boshlab boshlanadi. Kanadaga bitta narsa aytib o'tadigan joyim bor. Hozir yangi qonun kirgan. Kanadada agar 4 oy ichida 40 ming dollar ushlagan bo'lib turib topshirsangiz, sizga viza chiqishingiz shansingiz 100% teng. Agarda bir kunlik bankshot qo'yib yoki bir oylik bankshot qo'yib ko'rsatadigan bo'lsangiz, u adashasiz hozir noto'g'ri ish bo'lib qolgan. Keling endi hozir shu Osiyo davlatlariga kelib o'tamiz. Osiyo davlatda shu Okeaniya, Aziya deyiladi. Bu Avstraliya. Avstraliyaga keladigan bo'lsa, Avstraliyada ham ko'p universitetlari davlatniki. 60 tacha, 70 tacha universiteti bor. Sydney bor, Western Sydney universiteti bor. Ularning narxlari taxminan 40 ming avstraliyskiy. 40 ming avstraliyskiy deganda ham shu 30 ming, 28 ming amerikanskiy dollarga teng bo'ladi. U yerda o'qishga topshirayotganda xuddi mana shu Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya hammasi bitta narsani talab qiladi. Bu birinchi semestrni to'lab qo'yish talab qiladi. Chunki shu to'lab qo'yganingizdan keyin sizga full offer beradi. Full offer bilan siz vizaga topshira olasiz. Bungacha topshirish juda qiyin bo'ladi. Shu Avstraliyaga keladigan bo'lsa, Avstraliyaning narxlari 15 ming, 20 ming amerikanskiy dollardan boshlab 30 ming, 25 ming har xil narxlar bor. Avstraliyada ham shu birinchi semestrni to'lab, xolasangiz til kursi qilib ketsangiz ham bo'ladi, foundation qilib ketsangiz ham bo'ladi. Bir xil talabalar 5,5-6 dan baland ola olmagan. Shunda 5 bo'lsa, til kursiga qilib ketsa bo'ladi. Aytaylik, bakalavrda IELTSga ko'pincha universitetlar hammasi sectionlarga qarab 6 dan baland so'raydi. Magistraturaga keladigan bo'lsa, 6, 6,5 dan baland qilib so'raydi.
agar 6 dan pastroq bo'ladigan bo'lsa, 5,5 subsectionlari 5 bo'ladigan bo'lsa, bemalol foundationga topshirsangiz bo'ladi. Avstraliyaga ko'plar so'raydi, asosan mana shu viza nimadan chiqadi, qanaqa bo'lib tanlov qiladi desangiz, Avstraliyada top 20 taga kirgan o'qishlar bo'lsa, ularga viza muammo yo'q, bemalol topshirib ketsangiz bo'ladi. U chunki tushunadi, topga kiryapti, yo ko'proq pul to'layapti, bu talaba o'qish niyatida bor deb viza berishi shans ko'proq. Agarda частный kollejlarga yoki xususiy institutlarga topshiradigan bo'lsangiz, u yerda shans sal pasayadi. Unga ko'proq dokument ham topshirish kerak bo'ladi, chunki u rostdan ham shu soha yo'qmi, shu anaqa yo'qmi deb qarab etishiga sabab bo'lib qoladi. Avstraliya, Kanada, Angliyada ko'p bolalar aytadi, o'qiyotgan paytimda men o'sha tajriba orttirsam bo'ladimi, ishlasam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. 20 soat o'qish paytida, aytaylik, mana sentyabrda o'qishingiz boshlandi, oktyabrda o'qishingiz boshlanib, dekabrgacha o'qiyapsiz, dekabrda mana Christmas bo'lib, уже hamma kanikulga tushib ketyapti. Kanikul payti mana 1-2 oy 24 soat xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi, chunki u payt full time qilishga qonunda yozilgan, bemalol ishlab yursangiz bo'ladi. Nafaqatgina Avstraliya, Yangi Zelandiya, Angliya, Kanada mana shu davlatlar sizga podдержка qilib ishlashga mumkin bo'ladi. Misoli bolalar bor, mana shu yiliga 2 semestr o'qisa, mana kuzga, bahorga o'qisa, yozda bemalol qoladi. 4-5 oy o'qimaydi. O'sha paytda hamma bolalar bosib ishlab, shu o'qishga kerakli pulni aniq qiladi. Keyin o'qishni bitirgandan keyin Commonwealthga kirgan davlatlar, shu Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya o'qishga bitirganingizdan keyin sizga temporary residency yoki post work visa beradi. Bu nima qiladi? Bu o'qishni bitirganlarga 2 yildan 3 yilgacha ishlashga va o'sha yerda o'zingizga rezidensiya topshirib olishga imkoniyat beradi. Qo'pol qilib aytganda, Amerikada green card deb hamma tushunsa, u yerda PR permanent residency deydi. Bu degani, bu permanent resident deganingiz, siz o'sha Avstraliya yoki Kanadadan oddiy fuqarolikni farq qiladigan joyingiz faqatgina o'shalarni prezidenti yoki ularni ministrini tanlov qilib anaqa mana shu ishtirok eta olmaysiz. Undan tashqari bir xil bolalar grant, tekin ta'lim, mana shunaqa narsalar bo'yicha ko'p qiziqadi, chunki biladi, ko'p pul investitsiya qilishga sharoiti yo'qroqligi sababli shu bizada Italiya bilan Xitoy grant dasturlari ham bor. Har yili ochiladi, har yili har xil kichkina o'zgarishlar bo'lib turadi. Endi o'qishga kirishda yoki viza protsessda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Xitoyda grantlarga keladigan bo'lsak, Xitoyda shu 3 xil grant bor. Bu CAC davlatniki, ikkinchisi bu o'sha provinsiyaning granti bo'ladi, uchinchisi bu universitetda. CAC yoki provinsiyanikiga keladigan bo'lsak, asosan ular o'qishingiz pulini to'lab beradi, yashashingizni va har oy stipendiya berishga ular mana shunaqa grant taklif qiladi. Universitetga keladigan bo'lsak, ularda ham xuddi shunaqasi bor, lekin tanlov juda qiyinroq, hammaga ham berilmaydi. Asosan universitetga keladigan bo'lsak, ular shu tekin o'qish, tekin yotoqxona yoki agar odam ko'p topshirib olsa, sizga shu faqat o'qishingizni tekin qilib beradi yoki o'qishingizni 50% grant qilib beradi. Nimadan bog'liq? Mana shu hamma so'raydi, kelib grant olishimga yoki mana shu Kanadaga grant yoki Amerikaga grant topshirib bering deb so'rayotganda, bahosini ochib bundoq ko'rganingizda hammasi 3-4 yoki 4-5 bo'lib yotgan bo'lsa, to'rlar ko'p bo'lsa, sizning shansingiz juda kam. Sababi ular asosan birinchi bo'lib qaraydigan narsa bu sizning bahoyingiz. Qancha ko'p 5, qancha sizning GPA'ingiz baland bo'lsa, sizga shunchalik osonroq bo'ladi topshirishga. Keyingisi bu sizning til sertifikatingizga qaraydi. Til sertifikatingiz 5,5 bo'lsa, baholaringiz zo'r bo'lsa, unga ham qiyin bo'ladi. Til sertifikatingiz kamida 7 dan baland bo'lishi kerak bo'ladi. Undan tashqari qaraydigan narsalari bu leadership skills yoki sportda qanaqadir yutuqlaringiz bo'lsa, shunda ham bular e'tibor bilan qarab, siz qolganlardan ko'ra ko'proq shansingiz bo'ladi o'sha grantlarni yuta olishingizga. Bu to'g'risida ham biz MyState'da asosida servislarimiz bor, qilib topshirib berishimiz ham mumkin. Nafaqatgina Xitoyga, Italiyaga ham bor va Koreya davlatlariga ham bor. Yaponiyaga keladigan bo'lsak, mana Yaponiyada ham o'qishlar bor. Tokyo International University, keyin har xil yana universitetlar bor. U yerda o'qishlar shu $10,000 dan boshlab boshlanadi. U yerda ham o'qishlar. U yerda faqatgina shu IELTS, TOEFL topshirsangizgina sizning dokumentlaringizni qabul qiladi. Agarda sizda umuman til sertifikati yo'q va til sertifikat olishga qiynalishingiz bo'lsa, Yevropada misoli mana Chexiyada til kurs programmalari bor. Narxlari €4,800 dan boshlab boshlanadi. €4,800 ga nima kiradi Chexiya davlatida? Shu
bir yil chex tili kursi, u chex tili kursini bitirib sertifikatni olsangiz, siz tekinga magistratura yoki bakalavriatga kirib ketsangiz bo'ladi. Chex tili asosan shu rus tiliga o'xshagan til bo'ladi. Undan tashqari shu til kursi sertifikati yo'li bo'lsa, Xitoyga topshirsa bo'ladi. Bir yil Xitoy tilini o'qib, Xitoy tili kurslari ham $1,500, $2,000 boshlab boshlanadi. Agarda siz aytaylik til kursini o'qib Angliyada davom ettirmoqchisiz yoki Avstraliyada davom ettirmoqchi bo'lsangiz, Malayziyada har xil variantlar ham bor. Malayziyada shu programmalar bor. 2+2. 2+2 degani bir yil o'sha ingliz tili foundation bo'ladi. Birinchi kursini o'qiysiz, keyin 2-3 xohlasangiz Avstraliyada, xohlasangiz Angliyada, xohlasangiz Kanadaga o'tkazib bemalol o'qisangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz Amerikaga ham o'tkazib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Nima uchun Malayziya? Malayziyada birinchidan o'ta universitetlar ko'p va hamkorlar ko'p. Hamkorlik bo'yicha kelib topshirsa va o'qishga ketsa bo'ladi. Keling endi bir xilla mana student college Germaniyada tekin ta'lim yoki Italiyada tekin ta'lim, o'zi Yevropada, o'zi yevropeysklar o'ziga ta'lim bepul, lekin chet ellik bo'lib keladigan bo'lsa, sizga ko'proq talab qilinadi. Aytaylik, nemis tilini bilish yoki tilni yaxshi bilish. Shunda ular ham bitta narsasi borki, ular foundation bor talabalarni so'raydi. Chunki bizda talabalar asosan 11 yil o'qiydi. 11 yil o'qigandan keyin 12-yil o'qimagani uchun shu foundation qilish kerak bo'ladi. Yoki o'zimizda birinchi kurs o'qib, mana foundationni deb ko'rsatsangiz bo'ladi. Yoki Malayziyada tekin foundationlar bor, o'shalarga topshirib o'qisangiz bo'ladi. Shu foundation bo'lgandan keyin siz borib topshirib o'qisangiz bo'ladi. Keling endi biza shu dokumentlar to'g'risida ko'rib chiqamiz. Nima kerakli bo'ladigan hujjatlar? Kerakli bo'ladigan hujjatlar bu asosan pasport, ID karta emas yoki anaqa водительский удостоверение, haydovchilik guvohnomasi emas, pasport, qizil rangli pasport kerak bo'ladi. Keyin attestat diplomlaringiz kerak bo'ladi. Bu shahodatnoma, shahodatnomaning o'sha ilovasi o'sha birga kerak bo'ladi. Agar bakalavr bitirgan bo'lsangiz, bakalavr diplomingiz va baholaringiz kerak bo'ladi. Til sertifikatingiz kerak bo'ladi. Keyingisi shu IELTS, TOEFL, PT, Duolingo degan mana shunaqa sertifikatlar kerak bo'ladi. Bilib qo'yinglar, Avstraliyaga Duolingo yoki TOEFL Home Editionlar o'tmaydi. Ya'ni qaysi davlatlarga o'tmaydi desangiz, bu Malayziyaga o'tmaydi, Duolingo'ingiz Avstraliyaga o'tmaydi, Yangi Zelandiyaga o'tmaydi. Mana Angliyada ham hozir ko'p universitetlar olmayapti Duolingoni. Keyingisi bu, agar siz bakalavr bitirgan bo'lsangiz, sizdan rezyume so'rashni boshlaydi. Bir xil o'qishlar so'raydi, bir xil o'qishlar so'ramaydi. Rezyume, CV deydi. Bizning o'zbek tilida obyektivka deb tushunsa bo'ladi. Keyingisi bu ikkita recommendation letter so'raydi. Ikkita tavsiyanoma xati. Misol maktabda o'qigan bo'lsangiz, ikkita tavsiyanoma xati kerak bo'ladi. Ikkita tavsiyanoma xati shu ingliz tilida o'sha o'qituvchining nomidan yozib, qo'l qo'yib, kontakt informatsiyalarini yozib to'ldirib qo'ygan bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingi kerak bo'ladigan narsa bu motivation letter yoki statement of purpose, SOP deyiladi. O'sha motivation letter ham yozib berishingiz kerak bo'ladi. Shu nima uchun shu soha bo'yicha ketmoqchisiz, nima uchun shu davlatga ketmoqchisiz, nima uchun shu universitetni aynan tanlaganingiz to'g'risida siz shu motivation letter taxminan 2 qog'oz yoki 1 qog'oz qilib yozib berishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi kerak bo'ladigan narsa o'sha offer letterlar kerak bo'ladigan. Offer letter chiqqandan keyin vizaga protsess bo'layotganda finansiy dokumentlar kerak bo'ladi. Bu bank shot, bank statement, keyin payslip degan narsalar bor. Hammasi kerak bo'ladi. Bank shotlar kerakli narsalar bu shu bank karta o'sha USD dollarda ochgan shotingizda qancha pul borligini ko'rsatib isbot qilib berish uchun. Endi bu qolgan videolarda har bitta davlatga qancha nech pul nima qo'yish to'g'risida men tushuntirib o'tib beraman. Keyingisi, eng oxirgisi shu vizaga topshirayotganda sog'liq bo'yicha sug'urta, страховка kerak bo'ladi. Nimaga страховка kerak bo'ladi? Misol kasal bo'lib qolsangiz yoki nimadir bo'lib qolganda, aytaylik, oddiy bitta больницаga borsangiz, katta shot qilib chiqarib bermasligi uchun siz o'sha yaxshi yurishingiz uchun sizga страховка qilingan bo'ladi. Страховкаlar narxi ham shu eng kami 600-700 yevrodan, dollardan boshlab 1,5-2 minggacha shu davlat regioniga qarab hisoblanadi. Keyingisi, birinchisi bu ariza topshirishdan oldin kurs, nima soha va universitet tanlash bo'ladi. Birinchi bo'lib. Ikkinchisi bo'lishi bu hujjatlar, o'sha etilib o'tgan hamma hujjatlarni olib biz topshiramiz. O'sha topshirib ariza yuborganimizdan keyin uchinchi eng asosiy bosqich bu offer letterni kutish. Bir xil universitetlarimiz bor, offer letterni bir kunda beradi. Misol Germaniyada yoki Malayziyada yoki Xitoyda
bir xil universitetlar, hammasi ham emas, bir kun, 2 kunda shundoq sizga offer letter beradi. Congratulations, you've been accepted deb shundoq jo'natib yuboradi. Lekin bir xil o'qishlar bor, ular 2 hafta, 3 hafta va 1 oy ham ketishi mumkin bu offer letterga. Keyingisi bu o'sha offer letter olgandan keyin bu keyingi etap bu o'sha o'qishga yoki depozit to'lashingiz kerak yoki birinchi semestrda to'lashingiz kerak. Misol Amerikani oladigan bo'lsak, bir xillari depozit so'raydi. Depozitlar narxi shu $200-300 dan boshlab 5000 gacha bo'lishi mumkin. Kanadada ham xuddi shunaqa depozit so'raydi. Lekin Avstraliyada unaqa ko'p depozit so'raydi. Avstraliyada shu birinchi semestr to'lab qo'y deydi. Angliyada ham shunaqa 2000 funtlardan boshlab depozit so'rashi mumkin, lekin borishingiz bilan mana shu birinchi semestrda to'lab qo'y deyishi mumkin. Shuning uchun keyingisi bu talabalik vizasi. U mana shu hamma offer letter yegandan keyin talaba vizasiga topshiriladi. Eng oxirgisi shu talaba viza topshirayotganda u bilan birga siz biometrik yoki medical check-up degan narsa bor. Biometrik bu shu qo'lni 5 panjasi topshirganda shu fingerprintlarni topshiriladi yoki biometrikdan tashqari shu medical check-up bo'ladi. U asosan shu qon, yurak, mana shu o'pkani X-ray qilib tekshirishadi. Keyingisi qaysi davlatda viza olish oson deb savol berishadi ko'plar. Qaysi davlatda viza olish? Misol Yevropada, Latviyada, Germaniyada, Fransiyada mana shu talaba vizalar olish juda oson. Undan tashqari mana Xitoyga yoki Angliyaniki shu vizalarni olish juda oson. Malayziyanikini ham, Dubaykini ham olish oson. Misol Dubayga talabalar o'tga turistik viza bilan uchib borib, shu yerda o'zida vizasini cho'zdirsa bo'ladi. Oson bo'lganlar shu Yevropa, Angliya, Malayziya, Dubay, Xitoy mana shu davlatlarga viza olish juda oson. Qiyin bo'ladigan davlatlar bu birinchidan bu Amerika, ikkinchisi shu bu Kanada bilan Avstraliya, uchinchisi shu Yangi Zelandiya, Koreya sal qiyinlashib boradi. Bizdan shu MyStudy'dan asosiy bo'ladigan maslahatlarimiz bu birinchi bo'lib shu o'zingiz budjetingizni tushunib olishingiz kerak. Chunki aytaylik $3000-4000 bo'lib men Kanadaga ketaman degan xayol bo'lishi mumkin. Chunki Kanadada bor shunaqa o'qishlar $2000 depozit so'raydi. Bu joyda siz adashasiz yoki Angliyaga shunaqa deb ketayotgan adashasiz. Sababi sizdan 2-3 ming so'rab, bankingizda 4 oy turgan $40000 so'rab qolishi bor viza kelganda. Siz shuncha xarajat qilib, shuncha harakat qilganingiz oxir oqibat qilgan anaqalaringiz bir tiyinga qimmat bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim asosiy mana shu biz MyStudy'ga kelsangiz, tekindan-tekinga konsultatsiya berib, hamma hujjat, nima ro'yxat, nima kerakligini sizga shundoq chiqarib topshirib berishingiz mumkin. Keyingisi bu asosiy biladigan narsangiz bu qaysi davlat, nima o'zingizga tushunib olishingizga harakat qiling. Chunki sizga bu kelajakda kerak bo'ladi. Misol bolalar Koreya yoki Xitoyga topshiraman deydi yoki Germaniyaga topshiraman deydi. Baribir ham siz o'tda ingliz tilida o'qisangiz, ularni vatanidagi bo'lgan tilga qiziqishingiz bo'lishi kerak, yaxshi tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz o'tga borganingizdan keyin ingliz tilida o'qiganingizdan bilan siz o'tda o'zini tilini o'rganib olmasangiz, sizga kelajakda qiyinroq bo'ladi o'tda. Agarda siz ham chet elga o'qishga qiziqishni bildirmoqchi bo'lsangiz, MyStudy'ning ofisiga kelsangiz, sizga bemalol hamma mana shu kerakli bo'lgan hujjat, nima dokument kerak bo'lsa, hammasini chiqarib, sizga foyizga berib, to'g'ri tanlov qilishingizga biz yordam beramiz. Rahmat, sog' bo'ling.